qondagi qand miqdori yuqori bo'lgan hisobiga o'zi peshob orqali ham qo'yib yuborish boshlayapti. Bundan tashqari hozirgi vaqtda sizda qon tomirlar yopilish prosesslari ham boshlangan. Bu magistral qon tomirlarda o'zi ham ko'rinib turibdi, o'zi tekshiruvda ham chiqqan. Oyog'ingizdagi yara masalasi bu boshlang'ich etap. Angiopatiya deydi, makroangiopatiya, o'sha mikro bilan o'sha boshlanib tugaban bo'lgan, ya'ni mayda qon tomirlar yopilgan, katta kalibrdagi qon tomirlar endi boshlanish etapida turibdi. Holatga agar e'tibor bermaydigan bo'lsa, oyoq yara yana ham rivojlanib ketishi mumkin. Hozir bunga o'sha terapevtik, ya'ni dorilar bilan lechение qilishni boshlaymiz. Agar hozir kechikkaningizda yo hozir umuman qaramaganda, mana bu oyog'ingizdagi hozir o'sha yara o'sha jadal rivojlanib ketgan bo'ladi. O'sha oyoq kesilishigacha ham o'tib ketishi mumkin. Bu oddiy holat emas. Oyoq qisadigan hozir oyoq kiyimni kiyish mumkin emas. Umuman mumkin emas. Yengilroq tapchika bo'lsa, tapchika, boshqa bo'lsa, boshqa farqi yo'q. Iloji boricha sal yengilroq, sal bo'sh qo'yadigan narsa kiyish kerak. Oyoq ko'p joyda bitta joyda turishi kerak emas. Harakat ko'paytira olasiz. Endi ishingiz shofyorlik, mayli. Bu o'zingizning ishingiz hozirgi holat. Lekin oyoqning harakati doimiy regular ravishda bo'lishi kerak. Oyoq harakat qilmasa bo'lmaydi hozirgi holatda, qonlash yaxshilash kerak. Qo'shimcha terapevtik davo chorasi bo'ladi. Dietalaringiz bo'ladi. Sekan-astalik bilan insulindan chiqamiz. Insulin o'zi noto'g'ri qo'yilgan, boshlang'ich etapda. Agar hozir xuddi shunday insulin bilan xuddi shunday ketadigan bo'lsangiz, qondagi qand miqdori skachok bo'laveradi, borgan sari ko'tarilish tushish jarayoni bo'laveradi va qon tomirlar jarohatlanishi tezlashadi. Bu oddiy holat emas. Hammada ham bo'lavermaydi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, sahri bor odamlarning hammasida oyog'i birdaniga o'sha mana bunaqa yaralar paydo bo'lib, oyoq kesib tashlashga olib borilmaydi. Oyoq kesiladigan odamlarning 80% da insulin oyirgan odamlar bo'ladi. Ya'ni insulinni mana shunaqa narsa bo'ladi. Ilojsizlik bo'lsa, o'shanda ham insulinni to'g'ri talab beriladigan bo'lsa, o'shanda-da oyog'ingiz, sahringiz ham to'liq normada bo'ladi. Lekin hozirgi vaqtda biz o'sha insulinni iloji boricha sekan-astalik bilan kamaytiramiz, o'rin-o'rin dorilar qo'shamiz. Va dorilarga stabil hozirgi vaqtda sahringiz joyiga qo'yadigan bo'lsa, qand joyida bo'ladigan bo'lsa, bundan buyog'iga yaxshi tomonga o'zgarishlar ketadi. Gipogonadizm ham hozirgi holatda rivojlanib bo'lgan, ya'ni testosteron o'ta past. Bunaqa vaqtda o'sha sekan-astalik bilan o'sha biz tashqaridan testosteron kirishni boshlaymiz. Jinsiy faollik undan keyin o'sha tiklanish boshlanadi, umumiy holat ham yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi. Faqat aytilgan narsani to'liq qilish kerak. Insulin masalasi. Sahringizni har kuni o'lchab borasiz, qondagi qand miqdorini. Har kuni och qorin, to'q qoringa o'lchab borish kerak. Gipoga tushishi mumkin. Mana bu hozirgi sizdagi dieta, hozirgi sizdagi davo chorasida o'sha gipotireoz jarayoni boshlanib ketishi mumkin. Gipotireoz degani sahringiz tushishi boshlaydi normadan. Normadan pasaygan vaqtda o'sha vaqtda o'zida biz insulindan chiqishni boshlaymiz. Ya'ni har kuni 2 dan kamaytirib borilaveradi oladigan insuliningizdan. O'sha normaga tushgan vaqtda biz insulindan chiqib ketishimiz mumkin bo'ladi. Hozir imkoniyat bor, ichki insulin bor, o'zingizdan chiqadigan insulin ishlash imkoniyati ham bor. Agar yana 3-4 yil o'tganda unda o'zingizga insuliningiz qolmas. Hozir lekin bor insulindan foydalanishimiz kerak. Glukometrga qarang. Insulin oyirgan odamlarda 100% narsani ko'rsatmaydi. Kapillarni qondan chiqadi glukometrda ko'radigan. Teshasiz barmoqdan. Shundan o'zi ko'rib beradi. Ba'zi insulin oyirgan insonlarda glukometrda ko'rib borgan vaqtda 5-5,5 shunaqa ko'rsatib turaveradi. Lekin glukometr agar eski bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 2 yil, 3 yil ishlatib yurgan bo'lsa, glukometringizni men maslahat berganman, kalibrovka qilib ko'rish kerak. Kalibrovka degani borasiz laboratoriyaga, xuddi shunday, misol uchun laboratoriyaga bordingiz, sahringizni ko'rdingiz. O'sha betda o'zidan olishadi laboratoriyaga, parallelni o'sha vaqt o'zida glukometringizni ham barmoqdan teshib ko'rasiz. O'rtada raznica bo'ladi. Necha raznica bor? Shu raznicasini ko'rib, ayirib tashlab, shunga qarab hisoblab boraverasiz polностью. Chunki gipoga tushadigan vaqtingiz o'zingiz sezasizda, gipo degan sahar tushib ketadigan vaqtda. Qaltirash boshlanadi, sovuq ter chiqadi, boshqa bo'ladi. Bilingki, o'sha vaqtda siz sahringiz tushishni boshladi. Siz unga qarab orientir olishingiz noto'g'ri. Glukometr обязательно ko'rish kerak. O'sha boya aytgan narsam, laboratoriyaga borib, ham betdan, ham o'zingiz glukometringizni ko'rasiz. Raznisaga qarab turib, yoki o'ta katta raznica bo'lsa, 5 dan yuqori misol uchun. Betda misol uchun sahringiz 10 chiqdi, glukometrda misol uchun 4 chiqdi. Shunaqasi ham bo'ladi-da. Almashtiring glukometrni. Kecha o'lchadim, metrga turgan payt 11 necha chiqdi? Hop. Keyin 13 chiqdi-da. Xuddi shunaqa. O'sha parallelni o'sha vaqt o'zida ko'rsangiz yana ham aniqroq bo'ladi.
Chunki yurasiz, boshqa qilasiz, sahringiz tushadi o'sha vaqtda. Insulin terapiya hozirgi vaqtda davom etadi reja bo'yicha.